56 ot kuchi 4 portionli tsepda harakatlanadi. Avtomashinamiz yon tomoniga o'tsak agar, yon ko'zgusini tagida 360 gradus kamerasi joylashgan va eshik dastasida бесключевой достуp knopkasi ham bor. Медийный электроусиленный rul, o'ng tomonda multimediyangizni upravlat qilasiz, chap tomonda esa cruise controlni upravleniyasi joylashgan. Tushishingiz mumkin. Yopilayotgan paytda детский rejimlari ham bor, ya'ni sizni bolalaringiz boshini chiqargan paytda yoki qo'yla qolgan paytda qismagan holatda qaytib antizajimleniyasi tortib oladi. Podlokotniklari ham mavjud, ya'ni podlokotnikda dam olib bemalol spokойно o'zlarini qo'llarini qo'yib ketishlari mumkin. Ilojisi biror narsa ichishga olgan bo'lsalar, agar ichishga olgan narsalarni qo'yib ketsalar ham bo'ladi. Hozirgi damda bu avtomashinamiz 300 million so'mdan boshlanadi. Ikkita pozitsiyada, ya'ni 300 million so'm birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi esa 318 million 500 ming so'mni tashkil etadi. Hurmatli Sultanov Motors va Jitur qarshi obunachilari, barchangizga assalomu alaykum. Kunlaringiz xayrli va barakali o'tsin. Sizlarga bugun X70 avtomashinamizni to'liq obzorini va to'lov turlarini tushuntirib beraman va qanaqa bonuslarga ega bo'lishingizni ham aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring. Like, kommentariy bilan bizani podдержка qilib o'tirasizlar va biz sizlarga shunaqa videolarni ko'paytiramiz. Qani ketdik. X70 avtomashinamizning ikkita pozitsiyasi bor, ya'ni komfort pozitsiyasi va premium plus pozitsiyasi. Narxi ja katta farq qilmaydi, ya'ni 300 millionga 318 million 500 ming so'm narxlari. Ikkalasi ham bir xil motorga, ya'ni dvigatelga ega, ot kuchisi ham bir xil, 1.5 turbina dvigatel, 156 ot kuchi 4 portionli tsepda harakatlanadi dvigatelimiz. Ya'ni avtomashinamizda e'tibor berasizlar, полностью 3D matrica облицовка, bilet, linza va optika faralar. Avtomashinamizning kuzovi 68% atinkovniy kuzovdan ishlov berilgan, ya'ni nержавейкаdan. Avtomashinamizda 360 gradus kamera, беспроводной zaryadnik, to'liq sidenlarni isitish tizimi, barcha funksiyalarni hozir mashinani men sizlarga tushuntirib beraman. Avtomashinamizda DHO'si va old orqa partroniklari ham mavjud. Clearance'ga kelsak, clearance yerdan balandligi 20 sm ni tashkil etadi. Diskasiga kelsak, diskasi 19 dyumli diskada, portlariga kelsak, portlari 255 ga 60 razmerda keladi. Litiy alyuminiyli diskadan bo'ladi. Avtomashinamizni rangiga kelsak, oq rangi, qora rangi hozirgi damda в наличии mavjud. Наличиеda bo'lgani sababim men sizlarga aytaman, rang uchun bizga doplata yo'q. Avtomashinamizning rangi jemchug rang, ya'ni mashinamizga rangini farqiga siz doplata qilmaysiz, plus jemchug bo'lishiga ham doplata qilmaysiz. Mashinamizning barchasi jemchug rangda keladi, oq ham, qorasi ham. Avtomashinamiz yon tomoniga o'tsak, yon ko'zgusini tagida 360 gradus kamerasi joylashgan va eshik dastasida бесключевой достуp knopkasi ham bor. Salon ichini ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Salon ichki qismiga kelsak, agar multimediyaный электроусиленный rul, o'ng tomonda multimediyangizni upravlat qilasiz, chap tomonda esa cruise controlni upravleniyasi joylashgan. Цифровое табло, display monitor, start-stop zажигание, bu yerda klimat kontrolni upravleniyasi, обогрев sidenlarni ikonkasi, ya'ni knopkalari. Bu yerda multimediyangizni xohlasalaringiz knopkada, xohlasangiz sensorda, xohlasangiz ruldan boshqarishlaringiz mumkin. USB yonkist portlari, беспроводной zaryadnik joyi, joystikovый konsol, ya'ni скорость управления, ham mexanika, ham avtomat joystikda ishlatib olasizlar. Parkovka knopkasi, tugmasi, bu yerda bagajni ochish tugmasi, 360 gradus tugmasi, EcoSport rejimlarini o'zgartirish, ya'ni almashtirish tugmasi ham joylashgan. Barimizda undan tashqari elektronniy ruchnik, avtohold tugmalari ham bor. Mashinamizning bar qismiga kelsak, sovutish tizimlari bilan birga через konditsioner sizlarga sovutib beradi. Sidenlarni e'tibor berasizlar, kojinli, ya'ni perforatsionniy, kojinli, napa kojadan ishlov berilgan. Issiqda sizni sidenlaringiz terlatmasligi uchun o'sha sababdan perforatsiya ishlangan. Mashinamizning torpeda qismiga kelsak, torpeda qismi mягкий plastikdan ishlov berilgan, e'tibor berasizlar va aquaprint ham ishlatilgan. Avtomashinamizda orqa ko'zgusi, undan tashqari ochki qo'yish uchun joy, bu yerdan salon flakonlarini, ya'ni lampalarni yondirsalaringiz bo'ladi va panoramniy lyukni boshqaruvni knopkalari. Ya'ni panoramniy lyuk sizni mashinangizda birinchi pozitsiyada ham, ikkinchi pozitsiyada ham mavjud. Siz panoramniy lyukni 3 xil положенияda yopib ochishingiz mumkin. Yopilayotgan paytda детский rejimlari ham bor, ya'ni sizni
bolalaringiz boshini chiqargan paytda yoki qo'yla qolgan paytda qismagan holatda qaytib antizajemleniyasi tortib oladi. Bu narsa nafaqat panoramniy lyukda, balkim shtorkada va 4 tomondagi yon oynalarda ham mavjud. Ya'ni sizga ko'rsatib o'taman. Oynangizni ko'tardingiz, detskiy rejim ishladi. Bemalol qismaydi. Xavfsizlik jihatdan 5 yulduzli bu avtomashinamiz butun dunyoda tanilgan. Avtomashinamizda undan tashqari cruise controldan tashqari datchik dajda, datchik sveta bor. Ya'ni siz haydab ketyapsiz ko'chada, ya'ni kuningiz qorong'ulashyapti, datchik tunneli, ya'ni datchik svetangiz yonadi va sizga avtomatik tarzda faralaringizni yondirib beradi. Yoki siz haydab ketyapsiz, yomg'ir boshlandi, yomg'ir shaldirab yog'ibdi, oynalaringiz ochiq, plus panoramniy lyukingiz ham ochiq edi. Siz o'zingiz yopib turishingiz shart emas. Ya'ni yomg'ir datchigi ishlagan paytda nafaqat o'zingiz bu narsalarni ishlatishingiz kerak, ya'ni yopishingiz kerak. O'zi avtomatik tarzda panoramniy lyukingizni ham yopadi, oynalaringizni ham yopadi, plus dvornikingiz avtomatik sizga o'zi podключаться qiladi. Ya'ni siz dvornikni ishlatib o'tirishingiz kerak emas, avtomatik tarzda qo'yasiz, o'zi dvorniklaringiz ishlaydi. Mashinamizni обшивкasiga kelsak, обшивкasi ham полностью мягкий кожа va plus aquaprint, xrom mягкий plastikdan ishlov berilgan. Bu avtomashinamizni o'zini zavodskoy holatdagi shuma izolyatsiyasi 60% ni tashkil etadi. Nima sababdan 60% desalaringiz agar, sababi shundaki, полностью salon kojadan ishlov berilganligi uchun, plus mягкий обшивкаlardan ishlov berilganligi uchun shumni podavit qiladi. Podavit qilgan paytda, mягкий koja podavit qilgan paytda sizda ko'chadan keladigan shum shuncha pasayadi. Plus o'zini zavodskoy shuma izolyatsiyasi, ya'ni shumka qilasizlar, sizlar o'zimizning tilda shumka deyiladi. Shumkasi 45% ga eshiklar, torpedalar полностью pollari bilan, patologlari bilan qilingan. Zavoddan shunday chiqadi. 5 yil kafolat, 150 ming kilometr kafolat beramiz bu avtomashinamizga. Ya'ni любой bitta variantda siz butun O'zbekiston bo'yicha 12 ta viloyatda ham, avtonom respublikamizda ham, Qoraqalpog'istonda ham siz o'zingiz bepul xizmat ko'rsatishga kirishingiz mumkin. Bu uchun faqatgina servis knishkasi bilan kira olasiz. Servis knishkasi sizga mashina xarid qilganingizda taqdim etiladi. Endi orqa qismiga ham o'tamiz. Bu oldin qismi edi. Avtomashinamizda orqa qismiga kelsak, agar juda ham keng, plus atmosfera bera oladi. Nima sababdan? Chunki siz kechqurun mashina bilan oilaviy chiqqansiz, dam olishga, orqada o'tirgan oila a'zolaringiz spokойный panoramadan yulduzlarni, yomg'irni yoki bulutlarni tomosha qilib, nochnoy такой atmosferani bemalol olib biladilar. Undan tashqari avtomashinamizda ikkinchi qatorida podlokotniklari ham mavjud, ya'ni podlokotnikda dam olib bemalol spokойный o'zlarini qo'llarini qo'yib ketishlari mumkin. Ilojisi biror narsa ichishga olgan bo'lsalar, agar ichishga olgan narsalarni qo'yib ketsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari orqa aqatorimizda ham deflektori bor, ya'ni sovutish, isitish tizimini shu yerdan regulirovka qilishlari mumkin. Обогрев sidenlari, USB yomkost va portlari ham bor. Bundan tashqari pastda narsa qo'yish uchun joyi ham mavjud. Plus orqa qatordagi yana zo'r funksiya, sideniyani xohlasalar oldin orqa qilishlari mumkin, o'zlarining xohishlariga qarab. Plus uzoq yo'lga chiqqan bo'lsalaringiz agar, dam olishlari uchun yotqizib ketsalar ham bo'ladi. Ya'ni dam olib ketadilar. Spokойный такой nagruska bilan emas yoki charchab qolmaylar-da. Ya'ni demoqchimanki, siz dalni yo'lga borayotgan paytingizda ham orqadagi o'tirgan oila a'zolaringiz haqida qayg'urib o'tirishingiz kerak emas. Charchadilarmi, charchamadilarmi? Chunki bu narsa o'sha narsani komfort qilib yaratib beradi. 3-qatorimizda detskiy sidenlari bor. Ularni ham ko'rsatib o'taman. Detskiy sideniyada faqatgina 6 yoshdan to 11-sinfgacha bo'lgan bolalar sig'a oladi. Xohlasalaringiz do'stlaringiz bilan dam olishga chiqsalaringiz, agar do'stlaringizni ortib yuborsalaringiz ham bo'ladi, chunki ular azob chekmaydi. Avtomashinamiz orqa ko'rinishiga kelsak, agar did bilan ishlov berilgan bilet ledovый fara stoplari ko'rishlaringiz mumkin. Orqa partroniklari va tagga e'tibor bersalaringiz, agar ходовой qismiga kelsangiz, agar полностью mustaqil ko'p tarmoqli suspenziya bilan ishlov berilgan, oldi esa to'liq McPherson suspenziyasidan ishlov berilgan avtomashinamiz, ya'ni mustaqil holatda ходовой части yuradi. Bagaj elektronniy ko'rishlaringiz mumkin. 3-qatorimizni yotqizgan holatda bagaj qilsalaringiz agar,
990 litr ob'yom bagajni tashkil etadi. Bagajingiz qachonki 3-qatorni tik holatda ishlatsangiz agar bemalol ko'rishlaringiz mumkin, svobodniy joyiga ega, plus podlokotniklari, nimalari bor. Ya'ni podstakannik joylari, podgolovnikni ko'tarib bemalol uzoq yo'lda dam olib ketishlari ham mumkin. Hech kim qisilmaydi orqa qatorda, ya'ni 3-qatorda. Avtomashinamizni 3-qatori tik holatdagi bagaj hajmi 180 litrni tashkil etadi. Undan tashqari avtomashinamizda bagaj qismida ham detskiy rejimlari bor. Ya'ni siz bolalaringiz o'ynayotgan paytda yoki bagajni yopgan paytda qismaydi bagajingiz. Bu xavfsizlik jihatdan juda qulay va 5 yulduzli xavfsizlikdan butun dunyo bo'yicha bu avtomashinamizda reytingi mavjud. Hozirgi damda bu avtomashinamiz 300 million so'mdan boshlanadi. Ikkita pozitsiyada, ya'ni 300 million so'm birinchi pozitsiyasi, ikkinchi pozitsiyasi esa 318 million 500 ming so'mni tashkil etadi. Plus men sizlarga farqini aytib o'taman. 3 tagina farqi, bittasi salon ichida, ya'ni bu avtomashinamiz koja bilan jihozlangan, ya'ni ishlov berilgan charmdan. Birinchi pozitsiyasida matodan bo'ladi. Bagajda farq qiladi. Bagaj bunda elektronda, birinchi pozitsiyamizda esa mexanический, ya'ni qo'lda ochib yopish tizimida. Uchinchi razницасini aytib o'tamiz sizga. Farasiga raznica qiladi. Farasi bunda bilet, linza va optika, birinchi pozitsiyasida linza va optikani o'zi bo'ladi. Plus qaranglar. Ya'ni 300 millionlik avtomashinamizni ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni 300 millionlik avtomashinamizni sizlar yarmini to'lov qilsalaringiz agar siz bu avtomashinamizda 150 millionni to'lov qilasizlar. Qolgan 150 millionni 24 oyga bo'lib to'lasalaringiz agar 6 million 250 ming so'mdan chiqadi. Yo'q, men ko'proq summa to'lov qilaman desalaringiz, ya'ni 60% yoki 70% ni desalaringiz agar 300 million so'mlik avtomashinamizga sizlar 60% ni to'lov qilasizlar. Ya'ni 60% ni to'lov qildingizlar. 120 million so'm qolibdi. Buni 36 oyga bo'lib to'laysizlar. Har oylik to'lovlaringiz 3 million 333 ming so'mdan chiqibdi. Undan tashqari yo'q, men 70% ni to'lov qilaman desalaringiz, 300 millionlik avtomashinamizga siz to'lov qilibsiz 70% ni, qolib 90 million so'm, buni esa 48 oyga o'z narxida 1 million 875 ming so'mdan to'lov qilib kelishlaringiz mumkin. Bu hozirgi damda birinchi pozitsiyasiga, ya'ni 300 millionlik Jetour X70 komfort pozitsiyasiga rasmiylashtirib bera olamiz butun O'zbekiston bo'yicha. Plus butun O'zbekistondan keladigan mijozlarimiz uchun bonusiga parog, polik, radiator zachita, tonirovka mehmonxonalarigacha qilib beramiz. Bitta pasportga rasmiylashtirib beramiz. Oylik ish haqqi sizdan so'ramaymiz. O'z narxida foiz va penyalarsiz, ustamasiz, faqatgina bo'lib bersalaringiz bo'ldi. Sizda penya ham yo'q, ustama ham yo'q. Faqatgina mashinani o'z narxida bo'lib turasizlar. Bu uchun batafsil ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga telefon qilinglar. Raqam qoldiramiz. Barcha menejerlarimiz sizlarga ertalabdan kechgacha xizmat ko'rsatishadi. Любой bitta ma'lumotni olishlaringiz mumkin. Yoki siz kommentariyada X70 olaman deb o'z nomeringizni yoki qanaqadir profilingizni, nikini qoldirib ketsangiz agar, biz o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz. Barchangizni Jetour Qarshi avtosalonida kutib qolamiz.